Hozir ta'ziyadan chiqdik-da. Bu odamni o'lishiga sabab o'g'il. To'g'ri, qattiq gap bo'lishi mumkin. Lekin sizlarga ozgincha bo'lsa ham o'rnak bo'lsin degan niyatda gapiryapman. Ekspert o'ynaydigan mujik. O'g'il bola emassan sen. Otani o'ldirib chiqaverishda pastga qarab turibdi. Otani o'ldirib deganim nima aytaymi? Bu qarang, bu ota bu bolani o'qitdi, yedirdi, ichirdi, Toshkentlarda o'qitdi-da. Bu nonko'r deymi endi buni bilmayman, nima deydi bilmadim-u. Bu sizlardan xulosa. Bungacha qarzga kirib ketgan, ota polni to'lab bergan, bir pastlikdan tepalikka olib chiqqan. Hammasiga ko'mzi yumib, qarindosh urug'lardan hamma yoqdan pullarni qilib o'ndirib, yana 4-kursga o'qishga jo'natib yuborib, turgan uyini ham sotib yuboribdi-da, qarang. Ota shunisiga chidolmay yuragi xurish bo'lib o'tib qoldi. Farzand ota uchun bor-u. O'sha ota farzand bo'ldi, farzandli bo'ldim deganda, xursand bo'lganda, boshlari ko'kka yetguncha xursand bo'lgan. Lekin o'sha farzand, liboy bir farzand ota onasi uchun mana bola yoshligida katta bo'lguncha ota onasiga suyanadi-da. Keyin ota 40 dan 50 dan o'tgandan keyin bolaga suyanib qoladi-da. Suyanadigan joyida naborat bu mushlab urib, oriyatga, nomusga chidolmay shu ota yuragi xurish bo'lib o'ldi. Ekspert o'ynaydigan aka-ukalar, ko'zlaringizni vaqtida ochinglar. Hech qachon yengildan kelgan pul tatimaydi. Yengildan kelgan pulga misol bir imorat qilib, bir mol olib, mashina olib mina olmaysiz. Halolidan bersin, pokidan bersin. Ota-onani qadriga yetinglar, aka-ukalar. Nechta odamlar xorizor bo'lyapti, uy-joysiz qolyapti. Hech kim boy bo'lmaydi. Iloji boricha shu videoni maksimalni tarqatib yuboringlar. Mana men hozir ta'ziyadan chiqdim. Ana shu ekspert orqasidan bir oilani otasi o'ldi. Oila ko'chada qoldi. Jonlaringiz sog' salomat bo'lsin. Maksimalni shu videoni tarqatib yuboringlar. Ekspert o'ynaydigan aka-ukalar, vaqtida aql yig'inglar. Bugun vaqtlaring bor. Ertaga shu insonning holiga tushmanglar. Qo'ldan qancha ketgan bo'lsa, o'shandan keching yutuqsizligi. Qaytarib olaman desangiz yo'q. Bu o'yinda kompyuter o'ynaydi-da. Bitta odam yutsa, 10 ta odam yutkazadi. Jonlaringiz sog' salomat bo'lsin. Bugun qaytsalaring yutuqsizlarniki. O'zlaringiz ehtiyot